Agar 70 yoshda ham jigaringiz chaqaloqni jigariday sog'lom bo'lishini xohlasangiz, albatta siz bu ma'lumotlarni bilishingiz kerak. Undan oldin sahifamga obuna bo'lishni esdan chiqarmang, chunki bunaqa ma'lumotlarni boshqa sizga hech kim aytmaydi. Birinchi tavsiya, har 3 oyda 15 kun davomida zaytun yoki avokado o'simlik yog'larini bir qoshiqdan 3 mahal ovqatdan oldin iste'mol qilishingiz kerak. Bu safroni quyuqlashishini kamayishiga, jigarni tozalanishiga va o't qopida tosh paydo bo'lish xavfini kamayishiga yordam beradi. Ikkinchi tavsiya, har kuni kechqurun ovqat ratsioningizda doim yashil bargli o'simliklar bo'lishi kerak. Hech bo'lmaganda tarom iste'mol qilishingiz kerak. Bu jigarni turli xil toksinlardan, zahardan tozalanishiga yordam beradi. Uchinchi tavsiya, haftada hech bo'lmasa 2 marotaba bedana tuxum iste'mol qilishingiz kerak. Jigar yog' bosishining eng ko'p tarqalgan sabablaridan biri bu organizmda xolin yetishmovchiligi hisoblanadi. Bedana tuxum tarkibida letsitin va xolin juda ham ko'p miqdorda uchraydi. Bu jigarda yog' paydo bo'lish xavfini ancha kamaytiradi. Va to'rtinchi eng muhim tavsiya, har kuni hech bo'lmaganda 1 stakan toza qahva, ya'ni kofe ichishingiz kerak. Kofe jigar sirrozi xavfini 40% ga kamaytirishi ilmiy isbotlangan.